Ushbu darsimiz endi 1S dasturiga ishga qabul qilingan xodimlarni kiritish, ya'ni ishchi xodimni qabul qilish. Hop, biz bu uchun Зарплата и kadr bo'limidan foydalanamiz. Bundan Прием на работаga kiramiz, kadrli uchetdan. Eski olingan xodim dokumentlarimiz bu yerda ko'rinadi. Yangi xodimni olmoqchi bo'lsak, Sozdatni bosishimiz kerak bo'ladi. Dataga aynan qaysi sanada xodim ishga qabul qilinayotganligini ko'rsatamiz. Nomer prikazga qaysi nechinchi raqamli buyruq asosida ishga qabul qilayotganligimizni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun 3-raqamli buyruq chiqarilgan. Podrazdeleniyaga aynan qaysi bo'limga ishga olayotganligimizni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda misol основной podrazdeleniya turibdi, ya'ni asosiy podrazdeleniya bo'lyapti. Qo'shimchasini misol kirgizmoqchi bo'lsak, Sozdatni bosib, yangi bo'limlarni nomini yozib qo'shib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni misol ma'muriyat bo'limi, ishlab chiqarish bo'limi, hokazo qaysi bo'limga olinayotganligini ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Korxonamizdagi bor bo'limlarni nomini kiritib chiqamiz. Должностga aynan qaysi lavozimga ishga olinayotganligini ko'rsatishimiz kerak. Bu yerda agar bizga kerakli lavozim chiqadigan bo'lsa, tanlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Boshqa lavozimlarni topmoqchi bo'lsak, показать всeni bossak, hamma kiritgan lavozimlarimiz, o'zimiz kirgizgan lavozimlarimiz ko'rinadi. Yangi lavozim kirgizmoqchi bo'lsak, Sozdatni bosamiz. Naiminovaniyaga aynan qaysi lavozimga ishga olinayotganligini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Hop. Undan keyin qolgan ma'lumotlarni kratkий naiminovание, ya'ni qisqartma nomi, statistический учет, ya'ni qanaqa lavozimga qanaqa olinyapti, ya'ni statistika bo'yicha qanaqa specialist yoki управленческий personal, hokazo o'zimizga keraklisini tanlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Qolgan ma'lumotlar hozir bizga kerak emas. Zapisать и закрытni bosamiz. Bizga kerakli bo'lgan lavozim paydo bo'ldi. Shuni tanlab qo'yamiz. Grafik rabotaga xodimimiz qanaqa grafikda ishga olinyapti? 5 kunlik ish kunidami yoki 6 kunlik ish kunidami? O'shani tanlashimiz kerak bo'ladi. Grafikani ko'rsatdik. Сотрудник degan joyiga shundan bosib turib, показать всeni bossak, bu yerda qism familiyalar ko'rinishi kerak edi. Yangisini qo'shamiz hozir, ya'ni yangi xodim ishga qabul qilayotganligimiz uchun Sozdatni bosamiz. Hop. Ism familiyasini so'rayapti, ya'ni xodimning ism familiya o'chistasi kerak bo'ladi. Misol uchun o'zimizga kerakli ism familiyani yozib qo'yishimiz mumkin bo'lar ekan. Hop. Pol, ya'ni xodimimiz erkak kishimi yoki ayol kishimi, o'sha narsani tanlashimizni so'rayapti. Bu yerdan murskoy yoki женский ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Hop, data rождения, aynan shu xodim qaysi sanada tug'ildi, tug'ilgan sanasi. Hop, INFS raqam, PNFL raqamini so'rayapti. Hop, PNFLga aynan xodimimizning JSHR, ya'ni jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqamini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Pasportining tagidagi shu 14 ta raqam. Hop. Pasportga qarab to'ldirib yuborsak bo'ladi buni. Hop, vid dokument dotda, ya'ni qaysi dokument ma'lumotlari kirgizilyapti. Bunga pasport гражданица Respublika O'zbekiston, ya'ni xodimimiz shu aynan pasportini, o'zini o'sha fuqarolik pasportini taqdim qilayotganligini, o'shani ma'lumotlar kirgizilayotganligini ko'rsatdik. Seriyasiga pasportni seriyasi katta harflarda bo'ladi va nomer o'sha pasportidagi 7 ta raqamli pasport seriya raqami ko'rsatilishi kerak bo'ladi. Va kim tomonidan berilgan, ya'ni pasportni ahamiyat beradigan bo'lsak, o'zi qaysi tumanda olingan bo'lsa, o'sha tumanning ichki ishlar bo'limi ko'rsatilgan bo'ladi. Va qaysi sanada berilganligini ko'rsatamiz. Misol uchun deylik 01 deylik 90-yilda tug'ilgan odamni hozir ko'rsatayotgan edik. 16 yoshda pasport olgan bo'lsa, demak 2006-yilda ko'rsatdik. Misol uchun, ya'ni pasport qaysi sanada berilgan. Va qolgan ma'lumotlar hozir bizga unaqa kerak emas. Zapisать и закрытni bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Kirgizgan ism familiyamiz, xodimimiz ma'lumoti chiqib keldi. Shuni tanlab qo'yamiz. Hop, трудовой договор, ya'ni xodimimizni ishga olayotganimizda u bilan
tuzgan mehnat shartnomamizni ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Добавить bosib dogovor nomeri, ya'ni bu yerda hozir mana korxonamizni nomi bilan ism familiya, ya'ni xodimimizning ism familiyasi chiqdi. Dogovorini ko'rsatamiz. Misol uchun deylik, 3-raqamli shartnoma asosida ishga olinyapti va 20.09.2025-sanada chiqarilgan shartnoma. Zapisatni bosib qo'ydik, ya'ni dogovorimiz kirgizildi. Hop, data priom, ya'ni qaysi sanada ishga olayotganligimizni ko'rsatamiz. Испытательный срок, ya'ni qanaqadir sinov muddati bor bo'lsa ko'rsatib qo'yiladi. Stavka, necha stavkada ishga olayotganligimiz 05, 0.25, 0.75 hokazo bo'lishi mumkin. O'zi asosan bitta odam bir stavkagacha, bitta korxonada o'zi xohlab ishlaydigan bo'lsa 1,5 stavkagacha ishlatishimiz mumkin. O'zi bir stavka o'zi asosiy yuklamasi, ya'ni o'sha haftada 40 kunlik 40 soatlik bo'yicha, bir haftada 40 soatlik ish vaqti bo'yicha bir stavkada ishga olinadi. Hop, vид занятости, ya'ni основной место работы turibdi. Bu yerda asosiy ish joyligini ko'rsatyapti. Agar xodimimiz asosiy ish joyi bo'yicha olinayotgan bo'lsa shu turadi. Внешний совместительство, ya'ni tashqi o'rindosh sifatida olinayotgan bo'lsa shu tanlanadi. Agar ichki o'rindoshlik bo'yicha bo'lsa внутренний совместительствoni tanlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni xodim asosiy ish joyi shu bizada ishga kirayotgan joy bo'lsa bu, agar o'zimizdagi ichki o'rindosh, ya'ni boshqa lavozimga ham o'rindosh qilib o'tkazayotgan bo'lsak shuni ko'rsatishimiz mumkin. Внутренний bo'ladi. Agar tashqi o'rindosh, ya'ni boshqa korxonada ishlaydigan xodimni yarim stavka boshqa korxonada ishlab bizada ham ishlab berayotgan bo'lsa, unda внешний совместительство tanlanadi. Hozir biz основной место работani ko'rsatdik. Hop, data создания рабочего места, ya'ni bu aynan ish o'rni, buxgalter lavozimi qaysi sanada yaratildi, qaysi sanada ochildi, o'shani ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Bular hozirda majburiy emas, ularni hozir ko'rsatib o'tishimiz shart emas. Hop, undan keyin добавить bosib начисление turi, ya'ni xodimimizga qanaqa ko'rinishda hisoblashamiz xodim bilan. Ya'ni deylik ishlashiga qarab, ishlab chiqargan narsasiga qarab yoki deylik ishlagan soatiga qarab hokazo bo'lishi mumkin. Bu asosan bizda hozir oklad по дням, ya'ni ish kuniga qarab hisob-kitob qilinishi kerak. Hop, razmer degan joyiga endi xodimga belgilangan oylik, bir oylik okladini ko'rsatamiz. Misol uchun 5 million so'm bo'ldi. Kirgizilgan ma'lumotlarimiz to'lig'ini bo'ldi. Hozir kirgizib bo'ldik. Endi провести и закрыть deganni bossak bizga kirgizilgan dokumentimizni chiqarib beradi.